26 qism. Bilib qo'ying. Eliğu hastaya qıtayınıp bosımı mağalaydı. Özünün hacetinden çıqalaydı. Faqatla mağanmaydigan bütün palaş bosımı hayatının ahırgıcı orundan turamaydigan çaqlıq orunduqda oltırdigan bop qasımı men onu bir ömür söyeyman. G'azabdan tishlarim kasıldab ketdi. Tishlarim orasidan chiqarib dona qilib shularni dedim. Vay ha deb turay. Dedi u yaratmagandek so'zmaqini so'zib. Hozir bilinmagan bilan kim bek bilinib ketamiki? Xotinim edi deb kayningizni silib bili yurmassizmi? Al-ag'iylaringizning uylariga mehmondorchilik qilib bormassizmi? Tuqqanlaringiz orasida to'y to'kin marikalarda yiningizda turmasmi? Shu chaq bo'lgandimi, yana ashu bir jup tayig'ini quchoqlab, kayningizdan aqsoqlab mangsa, nomusingiz kelmasmi? Xotining ahvoli yo bir siz degandek chaqliq o'rindiqda o'ltirdigan qolmas ekan. Shu kalampa yoz tayig'idan chiroyliroq turar edi. Zuvaningni yig'ay. Sening zodi nima qaring bu ishlar bilan? Anam bilan dadam ep beraman dedi. Men o'zim rozilik bilan olaman deb va'da qildim. Sening nima ishing bor bu ishlarga aralashib, tinmay kasıldan? Chiqaman. Eski tuskularingni elib, nadin kelgan bo'lsang, shu yerga yo'qla ko'zimga set ko'rinmay. Shundoq deb, uni belikidan itirib, ishining yeniga apirib qo'ydim. Ammo shu chog'dagi ochchig'imda qo'limga bir narsa chiqib qolgandek bo'lsa, buning qarnini cho'p tashlagandek alpozim bor edi. Voy, ishtirmay turing ha? Qo'g'limisingizmi ketaman ketkim kelganda. Dedi u belikini silkib qo'limdan ajirtib. Sizga desam qarang, ko'ngil degan shundoq sarang nima ekan? Kuyib qolsa shundoq tatishdikan. Shunga menmi yurtimni, apamni tashlab bu yerga sizni deb keldim. Yaxshi ko'nglimga so'g'uq suv sepmay ikki og'iz gapimni anglab yiqing. Ko'ngillarda nasihat achchiq, mevasi tatliq deydigan bir gap bor Ilyos aka. Hozir ko'ngilning kayniga kirib ortig'ini o'ylashmaganingiz bilan bo'lmaydi. Meyiplig'ini demay turayli bo'pti. Apamdan anglasam, doktorlar buning baliyatqisini elib yetibdikan-ku. Tug'anmaydi degan gap bu. Mushuning o'ylanish uchun bir umr balasiz o'tmoqchimisiz? Ayol kishi bo'lsa-ku, balasi bor birarsiga tegsa, o'gay bo'lsa-mu balasi bo'lar edi. Lekin siz degan har kishi balangiz bo'lmasa, avlod urug'ingiz bo'lmasa bo'lmaydi-da. U ya tug'anmasa, munchalar qilishingizga arzimda. Şunu deyman. Chiqa uydan. Ko'zimdan yo'qol. Uning gaplarini davomli anglashga taqatim qolmadi. Birli chamdab oldiga bordimda kachtig'i kelishtirib bir shaplaq saptaman. U shaplaq tekkan yuzini tutibla daldugunib berib, ishga yo'linib qelib, pang'ada yig'lavatdi. Manga to'la ko'nalarning gaplarini shepi keltirib, dars o'taman deyman. Uning tug'anmaydiganligini men sendan yaxshi bilaman. To'g'mas bo'p qolsa-mu, mening sababimdan meni deb bo'ldi. Uning meyib bo'p qolishigimi, to'g'mas bo'p qolishigimi, meni men sababchi bildingmi? Shunga uning oldidagi xatoligimning o'rnini to'ldiraman. Nima desangmi baribir. Butun dunyo qarshtiradigan ish bo'lsa-mu, uni og'inim og'an. Sening palpatish gaplaringni anglaydiganga vaqtim yo'q. Hozirla yo'qol bu yerdan. U menga nafrat bilan bir haza qarab turib ketdi. Ondan jon jahli bilan varqirab, "O yaxshilikni bilmaydigan tuzkor. Aşı tug'mas tug'korning qo'lida xarladim. Muhabbatning baxtning nimaligini bilmay yetib ketasan. Sen opam ishimizning sana qilganlarimiz." dedi. Ondan ishini zarb bilan ichib, yugurib degidek onam uningga tayyorlab bergan o'jir tarafga ketdi. Beshim vangishib og'rib turibdi. Onun gaplari quloq tubimda qaytadan jaranglab, qo'sig'imni ko'ptirmaydi. Ichimni qaynatmoqda edi. Onamga aynigarni yo'lga silib etishning gapini deyish uchun o'yliga chiqib turishimga sening uyingdan yig'i zari anglandi. Yuragim qartdi qilib shu tarafga quloq silib angladim. Voy bechora balam. Mening sho'r peshoni qizim. Ko'zingni bir aşkına chiroyli balam. Ko'zingni bir aşkına. Bu anamning ovozi edi. Jon penim chiqib ketdi. Nima gap, nima hol, nima ish bu?
Ananın senden başka kızı yok ku. İxtiyarsız özümni talağa attım. Uçtum mu, mangdım mu, bir kim senin hoylanga qankıtıp attı mı, ilgi duymadım. İş qilib, ayt huyt deb boğucha özümni senin hoylangda, hujrangda gördüm. Көз алдымдaki manzardan hayron qaldimki, anang seni quchqig'i elib, yuzlaringni silab, mangzinga mangzini yiqib, seni uyg'otish uchun har amallarni qilib yig'layotadi. U chaqdagi jiddiylikni sana qandoq tushuntiralay gulim? Aya nomusni unutib, etilib bag'im peti anangning quchog'idan seni elib bag'rimga bosdim. Chiroying ko'kargan. Ko'zlaringning nuri xunuklaşgan. Badining tatishgan bir holda to'limi jonsiz yotadi. Nimalarnidir demoqchi bo'lib, og'zingni midirlatding. Lekin maqduring yetmaydi. Ismingni chaqirdim. Yuzingni silab, tiniqingni hitlab, yuzingga yuzimni yoqdim. Balam, mavdura, muşunu içmağın oxşaydı balam. Dadınız öyde yok. Tezden harvını qastınız doktorxanıga aparaylı. Tez bulun balam, çaqqan bulun. Anangning davati bilan ko'zim qiymisimi seni anangning quchog'ida qoldirib, talog'i chapdim. Qandig'ini qandoq qilganimni ilg'i qilolmayman. Intayin jiddiychilik bilan sizlarning uydagi eshak harvisini qetib tayyor qildim. Yengang hapala-shapala ko'rpa ap chiqib, harvaga sog'ili tutish qildi. Men ushqandek kirib, seni ko'tirib chiqib, yengang ko'rpa silib tayyor qilgan harvida yotqizdim. Harvini darvoza oldiga elib chiqishimga onang bilan yengang darvozani atmasdan harvaga chiqib, seni chaqirib, uyg'otishga tirishib, har nimalarni qig'il turdi. Ammo bara-bara paslab ketayotgan mijozingga qarab, yuraklarim suv bo'lib aqdi. Chidayolmayotdim gulim. Bir jup qanotim bo'lgan bo'lsa, shu daqiqada seni ko'tiribla doktorxonaga udul ushqan bo'lsam. U vaqtlarda hozirgidek taraqqiyot nada? Yo'llar osal, qatnash qolaysiz. Hozirgidek ko'chaga chiqsalar, taksi va turmush mashinalari qator holat yo'q bo'lib, dehqonning uyida bir oilaning qatnash ehtiyojini qondiradigan bir dona eshak harvisi bo'lish eng katta ish hisoblanadi. Shu harva bilanmi gohida katang, gohida to'pliq u yo'llarni besib, yezi doktorxonasiga berish xeyli vaqt ketadigan ish edi. Zay qamchini bo'lishiga urushim eshak jonivorni jon jahli bilan yurishga majbur qilib tursimu, shuncha oldirg'anga tushliq yarim soatlarda yezi doktorxonasiga keldik. Harvadan erg'ib tushib, qamchi bilan eshak arg'amchisini yerga tashlab etibla, seni ko'tirib ushqandek chapdim. Doktor! Doktor! Qutqizib oling, doktor! Yordam qilinglar! Doktor qani! Koridorda u boshdan bu boshqa yugurib, varqirab ketdim. Qaysidir ishxonalardan doktor sestralar o'zi chuvilgan cho'mililardek pitirab chiqib kelib, bizga yepishdi. Qaysidir yotoqlardan bemorlar beshini chiqarib, o'zidagi mushuk bolalardek mo'ldirlab qarashdi. Nim bo'ldi? Deb so'radi sestralardan birsi, oldirab meni bir yoqqa boshlab tortib manqash. Doğru işçi vaptı. Dediği deydiğen heyliqi. Cevap bergini onangmı, yengangmı bilmedim. Sestralarning boshlashi bilan bir uyga kirdim. Karvatiga oppoq kirlik silingan u uy sapla doğru turaydi. Qarasimi surib bosadigan bir talay uskunalar qator sivitilgan edi. Seni apirib karvatga yotqizib turishimga doktorlar sana yengishib, bir nechasi tangli tekshirishga boshladi. Sestralardan biri, "Sizlar chiqib ketinglar. Bemorni jiddiy tekshirib, qutqizish qilamiz. Bizga daxl qilmay chiqib turinglar." deginicha uni mug'anga qo'ymay, bizni ittirib eshik sirtiga chiqibdi. Ondan eshikni ichidan taqib oldi. Oradan ozgina vaqt o'tdi.
titliq ichida nima qilarimizni bilmay tursak, ichidan bir doktor qiz chiqdi va Bizning tekshirish, davolash uskunlarimiz to'liq emas. Qizni darhol noyalik doktorxonaga akirsanglar bo'g'idek. Ahvol sal jiddiy turadi. Bu yerda vaqt o'tkazmaylik. Tez bo'linglar. degenicha meni beligimdan tortib, sening yiniga akirib qo'ydi va seni ko'tarishimga yordamlashdi. Mahulani ko'mamdigan, davolayamaydigan nemisiga ishini taqab, ichib, vaqtni og'icha boshda desa bo'lmamdi. Ming yerimdan to'kilib, minglarcha jiddiychilik tuyg'usida seni akirgan chog'dagidek ko'tarib, sirtqa elib chiqib, harbiga yotqizdim. Ikki ayolmi chaqqonlik bilan o'zini harbiga oldi. Yo'lda eshakni shunchalik qattiq urib haydadimki, hozir o'ylasam, bechora jonivorning jiniga ichim og'riydi. Yana bir haza yo'l yurgandan keyin nahiyalik doktorxonaga keldim. Seni ko'tirib kirgach, doktor chaqirib, butun doktorxonani beshimga kaydim. Bu chaqda ko'zlaring yumilib, og'zingni midirlatqudekmi mag'during qanmagan edi. Birdamda bir talay doktor sestralar yugurishib kelib, tushma-tushdan seni chaqliq karvatga elishdi. Nima bo'lganligini yana bir qitim so'radi. O'xshashla kaynimdagilar javob berdi. Ular ahvolni bilgandan keyin karvatni itirib, oldimda yugurishib, seni bir uyga akirib ketgandan keyin yezliq doktorxonadagi o'xshashla bizni kirgila qo'ymay, ishni ichida taqib oldi. Shuningdan keyin xeyli uzungacha uy ichidan doktor sestralarning ovozlari, so'ning sharqirgan, nimalarningdir taraqtiruq, paloq puluq qilganlari anglab turdi. Yürükim sana vağısız soqatdi, gülüm. Nemişqa şu işini qığınınğa ahlim hayran edi. Senden ayrılış vahimisi bir yandan qiynab, jinimni kichikkina qo'ygan edi. Anam bilan yengang to'xtamay yig'laydi. Bechora momay daryo yoshlarini to'kib, sening omonligingni tilab, ishki yuzni yiqib o'ri turadi. O'rnisa ana, nima bo'lgan ish bu? Qandaqsiga? Nemişqa tuyuqsizlik to'g'ri ishib oladi. Momayning murisidan tutib turib, shuni so'radim. Bilmedim. Yeningizga chiqib ketgan. Atdigan to'q qondaqdan tushmasda. Eliqi Nurjahon xonning qizi degan qiz bola kiribdi. Xeyli uzun paraqlashdi ishkisi. Billa nashti qilsin deb nashtilikni ujrasiga akirib berganman. Qiz chiqib ketgandan keyin qachilarni yig'ishtirib chiqay deb kirsam, yig'lab o'ltiribdikan bu qiz bola. Nurjahon xonning qizi. Ismi odamning ig'izig'imi kelmaydigan shu qizning. Bizning qiz balag'i nimalarni debdikan tog'. Bekli ko'li yerim ko'rindi. So'rsam hech nima degili unumadi. Yenida o'ltirsam, kechidan to'liq qarib besib, yaxshi uxlayamadim. Birdan uxlab olay debdi. Qochquchilarni yig'ishtirib yenib chiqqan. Shu vaqtda bo'lganda qarasam talog'i mangadi. Nega desam, sizning gapingizni qildi. Maslahat qiladigan ish patdi chiqib kiray deb. Odatdami chiqib kirib turgandan keyin beksana kimaptiman. Voy canım balam. Voy bechora qizim. Sizning yeningizdan chiroyi tutilib, ko'zlari yosh yo'q yenib kiribdikan. Nemish bo'lganligini so'rsam, hech nima degili unumadi. Bekrak chang tursam, yana gap qilmay yig'lab ketyotdi. Sal ko'ngli aromiga tushganda paraqlashaman debdiman. Ujrasiga kirib ketgan. Xeyli vaqt o'tdi orada. Endi bir gap so'rab boqay deb kirsam, yerda yotida solishib asrab. Yanada DDV qutisi turadi. Bayqsam shuni ichib olibdi. Iniq esimda. Liqida bir quti doridan
Texi bir qo'shiq kagidakli ishlatgan. Qog'ini shu beti bor edi. Meni ichib olibdi bu qiz. Quti qop-quruq. Mening sho'r pishani bola. Voy bechora qizim. Aş vaqti bilan sening bilan maslahat qiladigan ish bor edi deb mening yenimga o vaqt dal Oynigarning men bilan urushayotgan seni bo'lishig'i sökib haqoratlab o'zini menga tengish uchun valaqlayotgan vaqti edi. Ajiba uning gaplarini anglab qolgansanmi? Shu gaplar dilingni og'ritgandimi gulim? Agar anglabla qolgan bo'lsang, cho'qim shuningdan ko'ngling og'ridi. Uning chekidan oshgan gaplari xo'roringga tekkan. Aslida musunuq dilingni ustilab og'ritgan gap. Men chig'imda chidamasam, men jinimda ko'tarolmagan tursam, u gaplarni sen qandoqmi chidab ko'tarib ketalayding gulim. Mening malikam, bag'ri qon mashqum. Yuragim sen mening. Bardashlik ben gülüm. Doktorlar seni qutqizib oladi. Meni tashlab ketishingga hargiz ruxsat qilmayman jinim. Cho'qim bardashlik be. Vaqt minut sekundlab o'tmoqda edi. Ichidan hech xabar yo'q. Quloq selib tingissam, ular texicha aldirash bir ishlarni qilib paloqlab yurgandek bilindi. 27 qism. İçidan hech xabar yo'q. Quloq selib tingissam, ular texicha aldirash bir ishlarni qilib paloqlab yurgandek bilindi. Men ichidan kelayotgan bir tevishni bo'lsa-mu, anglamay o'tkazib o'tmay deb butun vujudimni quloqqa aylantirib, ishki chaplashgan seri onang bilan yangang to'xtamay urib, nola qilib yig'lab, zehnimni o'g'irlab, yuragimni teximi bek og'ritib turadi. Bir chaqda dadang bilan akalarim keldi. Onang ularga esilib, o'n selib yig'lab ketdi. Ular ishning tafsilotini so'raganda, onang boyi menga deganlarini ularga qaytib bir qaytim dedi. Dadang menga dahshatlik olaydi va etilib berib, doktorlar seni qutqizib turgan uyning ishigidan ichini marab, hech nimani ko'ramaganligidan ochchig'i kelib bo'g'ilib ketdi. Yuraklar suv, jalla sirqirab og'rimoqda edi. Bu xildagi kutish dal hayot mamat o'tirsidagi judolik vahimasi bo'lib, chidamoq, ko'nmak, o'tkizmak to'limi tas edi. Qollarim uzluksiz kuvachab, sen tomon uchishqili undaydi. Lekin ishik etik, kirgil bo'lmaydi. Ishidan bir sada chiqmagan seri ichim titildab, yig'i qistab ketdi. Bir kemde ichidan chiqayotgan taraqtiroqlar to'xtab, hamma tim-tas bo'lib ketdi. Tekshirish tugaganmidi? Davolash oxirlashganmidi? Ular nemishqa chiqmaydigandi? Shu xiyollar bilan joyimda turolmayla qoldim. Taqatim taq bo'lib, ishikni urib, chaqirishga boshladim. Qandoq bo'ldi, doktor? Ishini bir ochsanglar-chi? Bizga xabar bersanglar. Gepim üzülmay turib, ishik ochildi. Chiroydan echinish va so'lg'unlik to'kilib turgan o'tir yoshlik doktor bu sig'odala hammamizga takshi qaradi. Ondan yuzidagi maskani og'ash dedi. Biz ko'p tirishdik. Afsus, vaqt o'tib ketib qopti. Zahar qizning butun badaniga tarqab, doktorni ishtirib o'tgan peti ichiga kirib uchib degudak yenin qapadim. Sen boyaqi karvatning ustida butun badaningga oq hasi yepilgan holatda so'zlab yotibdi. Ular hatto yuzingni o'chib qo'ymay oq hasi yepib qo'yibdi.
Seni bu yalğancı, rezil, iflas dünyani emdi kömüsün degende. Yürüge qetip, taşıp ketken. Arzular güçlük armani, derdigi güçlük dermanı bulmagan. Ağızda şehir ağandek, vədə qasamlarını bəgini bilən, hiç nemesini əməlgə aşıranmaydıgan, yaramaz, qoladan iş gəlməydigan adamlarını, hər tınıqda gözüngdən yaş, yürəkingdən qan alıməli dəb durduğan qismətlərini qaytı gömüsün. Şu bağrı taş, numussuz, şəxsiyyətçi adamlarga, hem de herkes mi karımısın degende yüzünü yiyip koyuşuptu gülüm. Titrep durgan kollarım bilen yüzündeki xəsini asta seyirdim. Şunçilik hatırcam, şunçilik gamsiz, kılçı ifadesiz ve tivizsiz, hatta tınıksız yatattın gülüm. Muşunu halıqammadım. Meni taşlap ketiş üçün ve yoki menden qutuluş üçün muşunu halıqammadım. Şunçilik bahraman aram ağın kegidek nime seni şunça hardırıp ettim Melikam. Beni köyüdügan, bana gülüp qaraydıgan her bir tebessümüde dünya şatlığı balqıp durduğan o gözlerim yumukku emdi. Yüreğimge sancılıp ötüdügan tal kirpiklerin, korşav ağan xumar gözlerini bir assaňçı gülüm. Men biçara aşkınga bir qarısaňçı. Azaplık nalalarimga tağlar ərzigi kəsikkiler idi belki. Amma sen bir sözsüz, bir ifadesiz yetiyeverdin. Alaqallarım arasındaki çıraylık yüzlerim qimir qimmat. Şu vaqtning özde bütün dünya muzlab ketganda, vaqt men ishdan to'xtab qolganda, hatto tomirlarimdagi qonlarmi sho'rrida muzlab, joyida to'xtagandek bilinib ketdi. Yuragimning og'rig'ini qanday tushuntiray gülüm. Mundaq ayrılışqa vədiləşməyən biz. Meni taşlap ketiş haqqında heç nima deməyən edin sen. Bizning planımızda, arzuyumuzda faqat muhabbet ve bəxtli bağ idi. Sen muşundaq vapasızlıq qısan bolamdı. Seni de ot, suğu kirişkimi tayar aşkını dost düşmanlar aldıda yalğız koyup ketip alsan bolamdı. Gözünü içip bana bir eğiz gap qısançı Melikam. Menden zaten neymi severlik ötkünüge bu cezanı bana rava gördüm. Ben emni qandaq qılıma, sensiz qandaq yaşayma. Quyaş gibi çehrini, derdimge dava gözlerini, kalbimni emin tapqızdıgan kuchuğunu, meni hiç zaman koyvetmegen o kollarını, ipareydini etkezsen, emdi men neymen bilen mevcut bulup duralayman. Sensiz hayatның men üçün tertüküs yoqluş işkelegini bilettim. Acaba taşlap gitteniden. Kettin go gülüm. Keynandan berişimni xalıdın muhrisvanım. Muşu günlergice en eğir bedellerini töledim. Meni de tatmıgan capaların kalmadı. Endilikte beşimizdeki hem tumalları tarıganda, bəxt bizge kuşak açay degende, hemmini qayıl qilib, muhabbetimiz üçün dadıl mangudek fursatga ega bo'lganda, nemi sebeptin sensiz qalaman, Rizvanim, gülüm. Bütün vücudum yığa ve azap bulup tökülüvatkan şu peytte, bom, qo'pol bir ovoz kimnidir tillagandek qildi. Balkim meni tillagan bo'lishi mumkin. Orqadilla
kuchlik bir qo'l kaynimdan qammallab tatgan peti meni sening bargan siri suvayotgan jisming ustidan yulib elib tamga niqtab bor kuchi bilan urib ketdi. Akam edi o. Eng dastlabida dadang bilan birlashib seni urib putingni sindirib o'tgan. Ucurangga solab qo'yib non tashlab berib baqqan. Qarindoshlikning bir qo'rsaqda yotgan qon qarindoshlikning yuzini qimmagan atalmış g'ururini hammaning oldiga qo'yib olib, sening jiningning og'riydigan jon ekanligini o'ylamagan, har amallar bilan seni xo'rlagan akang edi u. Bo'ldi qiling, qo'lingizni torting. Hozir degan urushadigan chaqma. Biz nima ko'yda, siz nima o'yda, ha? O'zingizni tutib oling. Yengang shundoq deb uning qo'llariga esilolmaganida, balkim jinimni elib to'xtarmadi ekan. Sening o'limingning hammadan bak menga egri kelayotganini u nadim bilsin gul. O'ldiribsizmi bo'pti-ku. Yengang to'sib bo'lsa, akang meni urib, dastlab qiymi-chimi qilib o'ldirib o'tgan bo'lsa, hayotlikda qo'shilolmagan yuragimiz u olamda bo'lsa qo'shilgan bo'lsa, bir yostiqqa bosh qo'yishga ulgurmagan tanlarimiz bir qabriga qo'yilgan bo'lsa, anang bilan dadang sana o'zini etib yig'layotdi. Ularning yig'isi bütün doktorxonani zilzilaga keltirgan taqdirdami, mening qalbimdagi echinish, azob, judolik va hijron azobida tang bo'lolmaydi. Men mundaq kunlarni boshdan kechiraman deb o'ylab baxmagan edim gulum. Sana taliq arzularimda, xiyollarimda judolik degan gap yo'q edi. Shu qadar suyatdim-g'o seni, malikam. Uyingdagilar seni men akagan harbiga elishib, mahallamizga olib ketishdi. Men xuddi igi chaqsiz lolma itdek doktorxona darvozasi oldida yiroqlab ketayotgan eshak harvisining keynidan qarab turib qoldim. Shu chaqdagi ruhiyatim 1000 yil oshqog'andek, bütün dünya tashlab o'tgandek, azaldan hech kimi va hech nimasi bo'p baxmagandek vayrona parakanda edi malikam. Sen ravo ko'ygan judolikning iltifoti bilan to'limi yolg'iz, to'limi bechora holda yetim qoldirilgan edi. Xeyri chaqladin kin esimni yig'ib, onasini yutirib qo'ygan qo'zdek bo'zlab, nola qilganimcha eshak arabasi ketgan tarafga qarab yugurdim. Yana jon jahlim bilan yugurdim. Putlarimning mag'duri usilgicha, tiniqim o'zimni qo'g'lab harg'icha, yuragimning so'qishi naladadir tushib qog'ichi yugurdim. Ko'z oldim qorong'ulashgan bir chog'da shundoqla bir layligandek qildim. Qog'ini esimda yo'q. Ko'zimni assam, bizning hovlidagi supuda yetibdiman. Onam bechora qo'limni tutib yig'lab o'ltiradi. Sal esimga kelib, bo'lib o'tgan ishlarni kuchab asildim. Sezgilarimdan bir-birlab o'tayotgan barliq aslamalar sening qabohatlik o'limingga ulashganda qandaqdir bir kuchning turtkisi bilan o'rnimdan dast turibdim. Shu hamon beshim chinqilib og'rib, yuragimga qattiq bir og'riq kirdi. Ularni o'ylag'idek, og'riqqa chora qilgudek holim bo'lsinmi gulum. Anamning tutib elishlariga unamay, sening o'ylangga yugurdim. Ha deganda kalam paylashib, boshqurishimga bo'ysunmayotgan putlarim to'lima tasti qarg'a keladi. Ishqilib, behmut taslikda o'ylangga chiqdim. Nemisini deyri zvonim. U yerda sap oxiq yoqliqchiga vargan.
musibatli kiyimlarni kiyib olishgan ayollar önsilib yig'lashib deyishib olgandaylar birisimi qolmay beshig'i to'ppi kiyib olgan erlar bir ishlar bilan aldirash yuradi. Kishilar orasidan kimdir birsi varqirab qoldi. Yerlikni ko'lab bo'ldinglarmi? Yuragim jiqib ketdi. Ular seni yerlikka qo'ymoqchi edi Gul. Sening meni tashlab etganing oz keldi. Endi ular seni yer ostiga ko'mib etmoqchi edi. Chidaymanmi buningga? Ah, Rizvon Gulim. Mening sho'r peshona malikam. Dahshatli ko'rkirab noliqib ketdim. Beshim qiyib, atrofni yaxshi ilg'i qilolmay qog'inimga boqmay, hujrang tarafga yugurdim. Yangang bo'lishimi, qo'shildim birasi bo'lishimi mumkin. Bir ayol kelib oldimni to'sib, meni cho'ng mehmonxonaga boshlab qo'ydi. Sening hujrangda yotqizilmaganligini shuningdan bildim. U ayol boshlagan mehmonxonaga kirishim bilan anang bilan kichik yengangning to'limi echinishlik yig'isiga duch keldim. Aşu Nurcahan Xon degan xotinning qizi balamning beshig'i chiqdi. Nereden paydo bo'ldi u sho'ri qurg'urqan yo'q. Shu balamni jondan umid uzgidek nima deyishga bo'g'iydi u ishki sharmanda. Nurcahan degan tuzini yeb, tuzluqini chaqadigan shu xotin yomon chaqdi qizini avatib qo'ydi. Paylamaydigan odamini bu yangi kagil qo'ymay, tiqimiga bostirib yasib olmamdi deyman. Kagulikning hammasi qizimga kelaveramdi. Voy mening xenim balam. Nurjahan emas anaka, Nurjamalxon. Voy nima bo'lsa bo'la. İş qilib itning burnidan tushgan pasandilar. Odam emas, meynatlar. Ana bola qonxo'rlar. Bichora qizim. Endi texi kunning seriqini ko'ray deganda. Voy bichora qizim. Voy sit meni bag'ri qon ketgan balam. Aşı xotinning rasvo qizini ishtalab o'ldirib etmasa, derdim chiqmaydi o meni. Anangni beslavatgan bir talay ayollarning chiroyli gaplari, tasallilari uni besqiga tushiramayotgan edi. Yigirma 8 qism. Xotima. Anangni beslavatgan bir talay ayollarning chiroyli gaplari, tasallilari uni besqiga tushiramayotgan edi. U ayollarning o'tirsida yuragiga mushlab o'tirib, shu qadar ichinishlik yig'laydiki, ichimdan qapsab kelayotgan yig'amni tutib olishga zadili ilojim qolmagan edi. Abba xasi yepib qo'yilgan jastingni cho'rdab o'ltirishgan ayollar orasiga aymanmasdan kiribdim ham. Yuzingdagi xasni tatibli ilvatdim. Andin ko'kargan ishchigan chiroyingga qarab, seni tunayamay turib qoldim. Qo'limni tutish uchun so'zilgan qo'limga anang qattiq urdi va Qaysi yuzing bilan kirding? Sana nima bor bu yerda? Qizimning ruhini qo'rindirmay, uyimdan chiq. Yo'qol, o'ttiga pasog'ri. Deginicha talani sharaflab meni qo'qladi. Başqa ayollarmi tushdan kelib meni so'rashib yuradi. Onungacha sirtdan yopirilib kirgan erlar meni ko'tarib so'rashtirib degandek sirtqa ep chiqibdi. Hatta darvozaning teshiga chiqib qolganimni o'ylasam, vidolashishning oxirgi damlarida yanimda ko'proq turib olish orzuyimning ko'pikka aylangani men uchun ko'tirib qopqisiz azob bo'layotdi. İlyas aka,
Özünüzge keling. Undaq qilmay, Robiya onamni o'ylab qo'ying. Bu Oynigarning ovozi edi. U bizning darvozning oldida menga shundoq deb shim-shim turadi. Xuddi o'yin ko'rib o'tgandek. Xuddi bu ishlardan xush bo'lib, gul qaqalari echilib ketgandek, qiyib qizil lav surib girimni bo'lishiga qilib olgan uni ko'rib, achchig'im qirg'igas o'rladi. Paskana qanjoq! Yüz xotira qiz o'g'illar farqi deganlarni unutib, etilib bo'lgan beti uni yaqisidan bo'g'ib, o'lib qolar demay urib ketibdimi? Men bizning uydan chiqqandan beri cho'jisini asirgan Mekiyandek asrab, avaylab, keynimdan iz besib yurgan onam darrov kelib meni tutib oldi. Shuningdek, onamning tutib olishlariga unamay, qo'lim yetgan yerdan Oynigarni qo'g'lab, urib ketdi. U qiya-chiya qilib yig'lab, oldimda qochadi. Ayol o'tmayla sizlarning o'ylada aldirash yurganlar bizning yenimizga o'ndi. Bütün ko'chani beshimizga kiyib, qo'g'lashishlarimiz nalarga pur ketgan bo'lsa kerak. Boshqalar meni tutib olib, quchoqlab ko'tarib, o'ylig'i so'rab yurgan bir mahalda kent rahbarlari paydo bo'lib, yumshoq qattiq vositalar bilan jidal besiqtirdi. Onamning dod faryodiga qaramay, hammasi bir bo'lib meni hujramga solib qo'yishdi. Tasodifiy bir ish chiqarib qo'yishimdan ansirab, hujurning tokini o'sib ketdi. Hamda o'rindiq, sho'yna, qaycha, meva axlaydigan bakka, saqal alg'ush jozisi, kirlik yoki saranga degandek narsalarning hammasini izlab tepib, ep chiqib ketishdi. Shuningdan keyinmi xotirjam bo'lolmay 5 minutda bir qitim yenimga kirib, to'xtamay tasalli berishib, ko'nglimni yasab ketishdi. Ammo sendan ayrilishning azobiga u tasallilar, u ko'ngil yasashlar dal bo'lalsinmi gulim? Ularning gaplari quloqimga kirmaydi. Men faqat taqdirdan menga o'lim ato qilishini, sen bilan billa yerligimga qo'yilib, jam bo'lish orzuyimga yetishni tilaydim. Shu kecha 1000 yildak uzoqda tong otdi. Men sirtkilarga bir umr deyishimga yetgudak gaplarni qilib yolvordim. Meni bu ishdan chiqarib qo'yishini, sening yuzingni oxirgi qitim bir ko'rib olishdi. Mushi kecha bo'lsa-mu, yiningda o'ltirib olishni o'tinib, bahli yolvorib ketdim. Degilib bo'ladiganligi gapning hammasini deb, esimda borligi chiroyli gaplarni qilib, ulardan yordam so'radim. Jidal qilmaslik, hech kimni ayblamaslik, hech kimga qo'l ko'tarmaslik, yig'lamaslik va yiningda jimmada o'ltirib tongni atqozish haqida bir talay va'da berdim. Ammo hech kim mening o yolvorishlarimga erimadi. Onam bechora eshik sirtida yig'lab, gaplarimning hammani anglab, javob qaytarib turdi. Va men bilan billa shu holda yig'lab tongni atqozdi. Yeniga dadam keladi. Pat-pat uni kirib ketishga undab, meni bo'lishiga tillab, akam keladi. Bira-bira onamga tasalli berib, ko'nglini yasab, mening ko'nglimni avundirib, chiroyli gaplarni qilib, qo'shillarga kirgandek qildi. Onamga tamoq, suv tanglashda bo'g'ay, chiroyli rad qilganlarini anglab turdim. Shuncha ishlar bo'lib o'tdi-yu, hech kim menga kichikkin rahim qilib ishini echib bermadi. Aksicha menga hammasi nasihat qilib, sening baribir ko'z yumib bo'lganliging, men yeningga chiqqanim bilanmi hech ishning o'zgarib qolmaydiganligini, onamni ayishim, qo'shindorchilikni buningdan ortiq buzmasligim kerakligini samimga selib turib bilishdi. Undaq bo'lmaganda keyinchi qavrangni yo'qlash huquqimdanmi mahrum qoladi ekanman. Ular menga shundoq dedi gul.
tang etishi bilanla singlim boquldab to'kilib yenimga kirdi. Yüzümni alaqalları arasıga elib, ko'zlarimga tikilib qaradi. Qarliq kiyimlar ichida obdala judat qolgan singlimning holi meningkidan qilishmaydi. Aka, qandaqroq turibsan? Deydi u xitildab yig'lab turib. O'rningdan tura olamsan. Yana azroq g'ayrat qilsang bo'ladi, aka. Ular Rizvon achamni yerligiga qo'ymoqchi. Sen chiqib eng oxirgi qadam uni bir ko'rib olsang bo'ladi. Lekin jidal qilsang bo'lmaydi jonim aka. Urussang, yig'lasang, varqirab jarqirsang bo'lmaydi. Ular yana seni qo'g'lab yetadi. Meni o'rnisa anamdan bekli tasda ma'qullik ep chiqdi. O'zi uni tutib olib, men bilan chiqib, rahmatlikning yuzini oxirgi qadam ko'rib ol. Yürüküm yerilay dedi. İşinemsen gülüm. Şu geplerini anlap, hayacandan yürüküm yerilay dedi. Senin yanına çıkışını, şu bir geceden beri qanchalik arzu qilgandim ben. Gözlerimden seldek yaş aktı. Çıdaşlık berip, levimni tishladi. Singlimning qo'lini ching'ida siqib, beshimni langshitdi. U jonsiz qo'llari bilan meni yo'lab, o'shiramdan yetilib chiqqanda bir necha savodishimiz eshik oldida bizni saqlab turardi. Ularmi jonsiz, mağdursiz holimni ko'rib, tezlik kelib meni yo'lashdi va avaylab sizlarning uyga olib chiqdi. U yerdagi mansiradan yuragimning qaytadan qanaydiganligini o'ylamagan edim. Rizvonim, nemanchi ko'p odamlar bu. Aslida to'yimizga kelishga tegishli bo'lgan bir talay kishilar sening musibatingda mening ko'z yoshlarimni ko'gilgapti. Sening jismingni, mening ruhimni dafna qilib kelishibdi. Ah, gülüm, Rizvon gülüm, nima kun bana senden ayrılıp qandaq yaşayman? Gülüm, men bu sen bilan kessamchu. Nima severligim uchun mush kunni ravo ko'rgansan bana? Jestinga qarab, o'zimni atmoqchi bo'lib tamshalganimda hammasi dürüdü buluşup meni tutib oldi. Ondan meni senden salla yiroqlatib turib, yuzingni echib, ko'z tib qo'yishdi. Shuningdan keyingi ishlar esimda yo'q. Men ko'zimni ochganda allaqachon yerliginga qo'yilib, 3 kun bo'pti ekan. Hayran kaldım ki, neç günden beri kelişini, kelip kızını ep ketişini arzulap yürgen Nurcamal yanımda olduruptu. Anam bir yanda onunla nemelenidir dep yaş döküp, kolumla tutup olduruptu. Mening medirlap közümni aşkınımni körüp, beçara anam aptapdek içilip, yığılğaş peşanemge söyledi. Singlim, meyitang uzdulgan günü bulup ötken işlarni aytib berdi. Deyishcha Nurcamal musibatga ulgurib kelib, seni elib qabristonlikqa ketishayotganda ayollar yig'lab qelishganda yetib kelib, hayronlikdan dang qaytib turib qopti. U Nurcamalga yana arada bo'lib o'tgan ishlar. Senin qandaq bo'lib bu la'nati dunyodan ketib qolganingni, qizining sababi bilan bizning mangulik judolikqa mahkum bo'lganimizni uningga qo'ymay yetkazibdi. Shuningdan keyin ana bola ikkisi bir eg'izma gap qilishmoqda. Ammo Nurcamal boshdan oxir yum yig'lab bizning uydagilardan va sening uyingdagilardan kechirim so'rab beshini egib turibdi.
yana texi qizining saranliq qilib manga chaplashib olganligini, mening aslida u qizga qilchilik ko'nglim yo'qligini, sen bilan to'y qilish uchun cheksiz istiqbolga ega oliy maktabning o'zi bergan shuncha yaxshi ham maosh ko'p xizmatdinmi, boy oilaga kuyovul bo'lish fursatidinmi, Urumchidek taraqqiy qilgan, gullangan cho'ng madaniy shahardinmi, u yerda taraqqiy qilib pul tepish, shu yurtda o'ltiraqlashib qilish fursatidanmi voz kechib qaytib kelganligim, azaldan faqat seni suyib kelganligim uchun hech nimaga qaramay sen tarafda turganligimni aytib, hammasining ko'nglidagi tugunni yechibdi. Ay Nigar, anasının mecburlaşı astida hammaylardan kechirim so'rab, bu işte özünün çoğun severlik ötküzgenligini boynuğa aldı. Mağna kısı çoğunla degen çoğun emasmı? Tağdir azal şundaqken deyişip, ana balı ikisini keçirip edipdi. Bırak Gülüm, bu gep hiç nimeni özgertilmedi. Sen şu ketken önce kettin. Men senden ayrılıp, bütkül ruhimden kalenderlik tükül, muşu ebcahtinimni sörep yaşap kaldım. Rahim yangan bu hayatta, yana anam bilen singlim bağıp kaldı. Ana şulağı tartışıp gelip, şulanın göz yaşlarına bardaşlık beremey. Men bilen, menin xuşallığım bilen, dilini emin tap qozgan, şu qadrdonlarimni deb yanada yashab qoldi. Lekin malikarim, yuragim, baxtim, armonlarim sen bilan ketdi. Ana shuningdan beri tuproq beshingga doim kelaman. Xuddi sen bilan qiyg'itishib, maktabga mangan chog'lardagiga o'xshash. Sen osmalıqdan bir tutam osmanı yulup, osma egisinin altıdan qaşqanda, men kayningdan yugurgandikiga o'xshash. Chechingni tatib qo'yib, tishingga tegsam, meni oldinga selib qo'g'lab ketganingga o'xshash. Etizdan o't elib qaysang, zilva bo'yinga maftunkorligim tufayli unsiz kayningdan manqanimga o'xshash. Va ikkimiz ko'z ishorasi orqali va'dalashib qo'yib, sen uyandın, men bu yandan uyning kaynidagi bedilikka yo'l og'inga o'xshash. Shu chog'dagi his tuyg'ularni mush yo'llarda aynan his qilaman. Bolaliqim, sen bilan bog'lanishlik barliq aslimalarim, muhabbatim va sevginishlarim mushu yo'llar, mushu suyimli ko'chalar bilan tutishib, sana boğan sadakatlik söygümdü to'xtaydi. Seni görüşni istasam, sen bilan birga o'tgan shirin kunlar qo'yniga singishni o'ylasam, mana mush ko'chalarni bo'ylab sen yotgan bu tuproq beshiga kelaman. Faqat shuningdala sen hali ham hayotdek, atrofimda bordek, har vaqt meni agib yurgandek, eli daraxtning daldisiga, eli tamning kayniga, eli bukkida baraqsallagan gullar orsiga yo'shirni bilib, meni izlatmoqchi bo'lgandek. Mening seni taqatsizlik bilan izlashlarimdan diling suyunib, valaqlab kulayotgandek tuyul. Ko'ngil berishgan heliqi chog'lardagi baxt payzini qaytadan his qila olmayman. Gerçi bulanın hemmisinin xiyal ekanligini, senin əmdə qaytib kelməydiğini bilsem, tuyg'umdaki senin ətrafımni əgib yürgünün faqatli özümnin xiyali, arzusu ekanligini tushunib tursammi, shu daqiqaning o'zida bu tuyg'udan olamcha shodlanaman, huzurlanaman. Farhod Shirin, Vamık Usra, Tahir Zühre, Leyli Mecnun qissalarini ulug'laydik. O'zimizni mo shulardek tasavvur qilib, dilimiz bahar edi ha gülüm.
Özümüzni şulağa o'xshatganimizda, nemishqa bundaq o'xshatsak yaxshi bo'lmaydiganligini, tilasang toparsan degandek ish bo'lib qolib, taqdirimizning shularninkidek tugallanadiganligini o'ylashmagan bo'g'iydiq malika. Xiyolimizdagi baxt tuyg'usida faqat shularning o'chmas muhabbatili bo'lgan ekan, nemishqami oxirgi oqibatlari nazardan saqit qilindi, Rasulanim. Qancha yig'lasammi, beshimni ming tashqi ursammi o'rniga kelmaydigan bu reallik bag'rimni xun qiladi. Sen-g'u jimmidi ketib olib, hammadan qutulding. Lekin men sensizlikdan qolgan mushu jarohat bilan toki oxirgi minutlargacha yashayman gul. Seni yo'qotishning qarshi virg'onlari endi meni tinch qo'ymaydi. Go'yo shuncha yillardan beri qat'iy tinch qo'ymagandek va hozirning o'zidimi yuragimni tatilab turgandek. Ig'irlashgan qadamlarimni tuproq beshingdan yo'tkigim kelmaydi. Bu yillarda talay kunlarni tunga ulab, mush yerda turib qolganlarimni sanab bermayman. Agar kashra qilib uyga qaytmag'idek bo'lsam, jiyanlarim yoki singlim meni mush yerdan topadi. Bu yillarda mening dardimda to'la yig'lab, mendan xotirjam bo'lanmay, keynimda yurib, onam bechora yurakdan ketdi. Va uzoq mezgillik davolanishlarni kor qilmay, baldorla ko'z yumdi. Sening ketganing oz kelib, azoblarimni dengizdek cho'nqurlatib, u sening yeningga ketdi. Sen ketganda iloj qilolmagandek, onam ketgandimi bag'rimni tatilib qoldi. Shuningdan keyingi birdan bir sirdishim, mungdushim singlim Roziya bo'lib qoldi. U o'qish bitirib, kichigidan yaxshi ko'rishgan saboqdishi ham mahalladishimiz bilan to'y qildi. Elimi yaxshi uning mahallamizda qolgani, yenimda bo'lgani yuragimga malham bo'lib, anam ishkanlarning yo'qligini kuchining boricha unuttirishga tirishdi. Navoda o'ma yiroqlarga ketib qolgan bo'lsa, meni yolg'iz qo'ygan bo'lsa, yana qandaqmi qilar bo'g'iydim. Sening o'limingdan keyin Nurjamol qizini elib Urumchiga qaytib ketmoqchi bo'ldi. Biroq Aynigora jahillik qilib, yanada menga chaplashib olib, ko'nglimni parakanda qilib turdi. İlyas aka, dedi o bir kuni qo'rqimsirab, ham azaldan ko'rilib boqmagan mushukdek yuvashlik bilan beshini egib. Rizvon acham ketib qoldi. Endi uning qarliq tutib, bir umr bundaq o'tib ketsangizmi bo'lmas. Bari bir boshqa bir bök lozim deydi ekan ko'ngli. Men qoldirgan azobingizni o'z muhabbatim bilan saqlaytishni arzu qilaman. Bilasiz, sizni jinimdan ortiq yaxshi ko'raman. Shunga mushuncha vala ishlarning yuz berishiga sababchi bo'lib qoldim. Menga fursat bersangiz, biz yaxshiroq paranglashib, sirdishib baqsaq bo'lmasmi? Men sizni bir umr qadrlayman. Sizni chin dilimdan so'yaman. Uning gaplarini anglab, aran tasdib besilib turgan g'azabim yana chekiga yetdi. Zada buning umid shamlarini rahimsiz shamol bilan, shamol bo'lgandimi qahrlik shivirg'on bilan o'chirish kerakligini his qilib yetdim. Va mumkin emas. Bu xiyolingizdan voz keching. Bu hargizmi mumkin emas, dedim. Nemishqa? Sada nemishqa? Rizvon acham qazo qildi. Uningga tortishib yolg'iz o'tayversangiz, jiningizga ichingiz og'irmandi. Odam degan oldiga qarab yashash kerak-ku. Chunki siz menga munosib emas. Rizvonning ketgani haqiqat. Ammo sizni hayotimga boshlay olmayman. Ko'nglimda bo'lishingiz texmi mumkin emas.
Nemişqa? Mağa dangın. Sada nemi sebep ba? Bütün mehrim bilan sizni baxtli qilishga tirishsam bo'lmamda. Man dal uning mushu gapini kutib turatdim. Uning gapiga miyiqimda ko'rib qo'yib, to'limi mag'rur va nomussizlarcha javob berdim. Chunki men sizning opangiz bilan uzoq vaqtlardan beri muhabbatlashib, hatto bir karvatda yetib qopib, aysh ishrat qilib o'tgan. Toki men Urumchidan qaytib kelgicha, toki siz dachida kaynimdan yig'lab qolganga qadar opangiz menga pul berish, moddiy va iqtisodiy ehtiyojimni qondirish badaliga meni o'ziga arqilib olgan. Endi tushundingizmi? Bir hisobda o'zingizni mening o'gay qizim deb o'ylasangizmi, bo'laveradi. Shu gaplarni deb bo'lib, ona bola ikkisidan qisos olgandek, ulardan tatgan azoblaringning hisobini, echinishlik o'limingning intiqomini olgandek hissiyatda bo'lib, rohatlanib qoldim. Oynigara tatirib ketdi. Uning titrab turgan lablari hech bir gapga kelmaydi va ko'zlaridan taramlab yoshlar to'kiladi. U kayniga burilibla yig'lagan peti chiqib ketdi. Men seni aslab, seg'inib o'chiramda qoldim. Ana shuningdan keyin ona bola ikkisini ko'rmadim. Ular meni ikkimizning samimiy, saf muhabbatimizni tal to'kis vayron qilib etib, ondan jimmada yo'qlashdi. Men hali ham sening muhabbating bilan bu suyimlik mahallamda yashab yurman gulim. Seni mangu suyaman. Taki ko'zim yumulg'anqa